Dubaydagi qurilishlardan ozginasini ko'rsatmoqchi. Bu mashina nima ish bajarishini menimcha hamma biladi. Bu mana shu tumalaq razmerda ko'ylab yer tagidan qumni olib tashlaydi va o'sha olib tashlangan qumga mana shu armaturalardan yasalgan karkas tushiriladi va beton quyiladi. Bu joyga nima qurilayotganini taxmin qilib ko'raman. Bu joyga menimcha yo'l belgisi o'rnatilyapti, znak. Dubayda bilasizlar, yo'llarda o'rnatilgan znaklar juda katta bo'ladi. Bu o'sha joyga tushiriladi avtokranlar orqali. Shunga tushirib beton quyiladi. Juda ham mustahkam qilinadi demoqchiman. Bu tomoni mana endi bizni uyimiz. Bu tomonda mana bolalar cho'milishyapti. Mana basseyn bor. Bu jetski plashatka mana. Uyda ustiga shunaqangi gulzorlar qilinib, hattoki daraxtlar. Bu podium qavati. Birinchi etaj deyiladi. Bizda birinchi etajda tom qismi. Gullar. Anaqa daraxtlar mana. Jasmin deb nomlanadi daraxt. Bu mana basseyn. Basseynni bunaqa qarab kuzatib turuvchi inson bor mana. Daraxtlar ham mana ekilgan. Basseynni kuzatib haroratini, suvni haroratini o'lchab qarab turish uchun inson bor. Bolachalar velik minishadi, aylanishadi mana. O'ynashadi mana. Detskiy basseyn, detskiy plashatka doim quyoshdan muhofazalangan bo'ladi.